Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana shu sportivniy pitaniya, sport ozuqalarini ichida, har birining ichida o'ziga yarasha qo'shig'i bo'ladi. Katta narsalarda kattaroq qo'shiqlar, kichkina qutichalarda esa kichkina qo'shiqchalar bo'ladi. Endi 100% firmalar, kompaniyalar 100% ana mahsulotlarni ichidan 98-99% da qo'shiqchalari bo'ladi. Lekin o'sha qolgan 1-2% da to'g'ri, u ishlab chiqaruvchi tomonidan ichiga qo'shiq quyilmaydi. Ko'pchilik mijozlarimiz shunday mahsulotni olib ketgandan keyin ayrimlari yo'lni o'zida, ayrimlari uyga borgandan keyin ochib qaraydilarda, shuni ochib qaraydilarda, shu yuzada bo'lmasa qo'shiq qaytib shuncha yo'lgacha keladilar yoki qo'ng'iroq qilib aytishadi. Buni qo'shig'i chiqmadi-ku deb. Endi sizlarga bir maslahat bermoqchi edim. Xo'sh, ochganda bo'lmasa agar qo'shig'i birinchi navbatda qidirib ko'ringlar. Qo'l bilan ko'rasizlarmi, perchatka kiyib ko'rasizlarmi yoki biron narsaga solib, biron narsaga to'kib qidirasizlarmi yo biron qo'shiq bilan qidirasizlarmi, ish qilib qidirib ko'ringlar. Chunki ayrim vaqtda yuzasida bo'lsa, ayrim vaqtda o'zgina ichkarirog'ida, ayrim vaqtda o'rtalarida, ayrim vaqtda esa tubida, tagida yotgan bo'ladi o'sha qo'shiq. 98-99% mahsulotlarda bo'ladi qo'shig'i. Demak, agar siz o'sha 1-2% holatdagi qo'shig'i chiqmagan kishi bo'lsangiz agar, u ham muammo emas. Chunki protein va geynerlarni ichidan mabodo agarda ularda chiqadi, mabodo chiqmagan holatda ham mana shunaqa o'sh qo'shiq bilan solsangiz bo'ladi. Proteinning miqdori mana shu osh ovqat yeyotgan qo'shiq bilan bitta solasiz. Ko'pi bilan 1,5 ta solsangiz bo'ladi. Endi geyner mahsuloti, semirtiradigan mahsulotlarga o'tsak agar, mana shu osh qo'shiq bilan 3-4 loshka solasiz. Endi agar kichkina betsa, kreatinlar, shunga o'xshash nutrientlar bo'lsa nima qilamiz? Unaqada kichkinagina choy qoshiqcha bizga yetarli. Bir choy qoshiq bir porsiya bo'ladi siz uchun. Demak, ayrim holatlarda 2 choy qoshiqcha solsangiz bo'ladi. Lekin standart bir choy qoshiq o'sha kreatin, betsa, aminokislot, parashok, sitrulin, argininlarga bemalol yetadi. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Demak, endi mana shu mahsulotlarning ichidan agarda qo'shig'i chiqmagan taqdirda ham endi nima qilish kerakligini va qancha solish kerakligini bilib oldingiz. Hammaga rahmat, hammaga omad. Yana aytgancha, kimga agar bironta mavzu qiziq bo'lsa, biron savollari bo'lsa agar kommentariyalarda yozinglar. Nima mavzu qiziq, nima haqida obzor qilsam bo'ladi, shuni yozib qoldirishlaringizni so'rab qolaman. Yana ko'proq ma'lumot olish uchun Telegram sahifam yoki to'g'ridan-to'g'ri telefon nomerimga xabar berishingiz yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, hammaga omad.